Xullas, assalomu alaykum akalar, charchamayapsizlarmi? Bugungi videoyim yana eFootball. eFootballda endi Open Pass qilmoqchiman. Romarioga 1000 coinsim bor edi. Birinchi videomda Romarioga ochaman deb qo'ygandim o'zi. Birinchi videoda, endi mana 3-videoda ochyapman. Bundan oldin Call of Duty o'ynagandim, Warzone eskisini. Hozir endi mana ochib ko'ramiz qani. O'z 4 degan birinchida. Shuni hozir ochib ko'ramiz ham, Open Pass'da kim tushar ekan. Endi bu omadda tushsa tushadi. O'z 1100 coinsim bor ekan. Ko'ramiz endi kim tushadi bu. Omadga bog'liq endi hammasi. Bitta birinchi buni ochib olamiz. Buni har doimgidek bot o'yinchi beradi bundan. Tuzugini bermaydi hech qachon. Kapkoni berganda ham mayli edi xatyap. Qani endi bundan ochib ko'ramiz. Bunda o'zi bizga kerak Romario, Roberto Baggio ham bor, Mathaus ham bor. Lekin bizga Romario kerakroqda. Hujumda chunki o'yinchi kamroq. Ko'ramiz endi tushadimi yo'qmi. Ketdi birinchi 100 coinimiz. Birinchisiga bermadi. Hech nimaga dominolu короче dedi. Endi 900 tarixdan qani bismillah. Uy. Akalar. 900 tarixdan sразу mana Mathaus tushdi bizga. Yaxshi. O'zi shu 1000 coinsim bor edi. 1100. Ana shuni berdi, yana bitta ochib ko'raylik chiqadi. Menimcha endi hech kim bermasa kerak. Mumkin. Yaxshi, zatto tushirib oldik. Mana qishlarni. Ikkita 100 coinimiz, bitta o'rtada 900 coin ochdik. Bu normalmi? Lekin bizga hujumchi o'yinchi kerak edi. Qani mana ekan. Bu ham yaxshi endi, boriga shukur qilamiz-da. Bu ham ko'pchilikda yo'q hozir. Bu ham normal o'yinchi. Biz как раз mana shuni olib tashaversa ham bo'lardi. Bu qaysida 103 bo'lar ekan. Hech birida bitta bundan ko'ramiz. Murabbiyimiz kuchaygandan keyin bo'lishi mumkin, agar ochilishi mumkin. Hozir yo'q ekan. Bu bo'lishi 106 o'tdi. Murabbiy Beckenbauerga yangilar ekan. Mana bu yerda ham yo'q ekanda. Hech birida 103 bo'lgan. Aslida o'zi 107 bo'lishi kerak bu o'yinchi. Bu Beckenbauerda unaqa bo'lmaydi ekan menimcha. Yaxshi. Mana 1000 coinga tushirib oldik akalar. 1000 coins ketdi, oxirgisini 100 coinsini hisobga olmaganda. Versiyonni sinab ko'ramiz endi o'yinni. Qanaqa o'yin ekanini.
o'zini skill bera olmayapti hozir. Yo'q, qani ketdi. Ko'ramiz qanaqa o'ynashini endi uni. Birinchi videomda qo'yganimda chiqqandim Division 5 dan 4 ga. Endi mana yana ko'ramiz. Qaysiga chiqaman? 3 ga chiqa olamanmi yo'qmi ekan hozir ko'ramiz. 5 marta bitta durang, keyin 4 marta uçsam o'tib ketaman. Lekin hozir ko'ramiz. Balkim o'tib ketardirman, balkim. Yo'q, 7 ta o'yinim bor. Bu yoq, endi omadga bog'liq. O'yinga bog'liq. Omadga ham bog'liq, o'yinga ham bog'liq. Yaxshi. Normallik bo'lsa bo'ldi endi o'yinimiz. Shu biratimiz sirasi bosib qo'ydi. Tarkibi o'rtacha, unchalik zo'r emas. O'rtacha. Qanday bir o'yinini ko'ramiz. Yaxshi zo'r bo'lib ketsa endi. Chiqib chiqamiz, o'yinimiz zo'r bo'lib ketsa. Yaxshi tushirib oldik, men o'ylagandim. Romario tushsa kerak deb o'ylayotgandim, o'zi tushmasa ham kerak hech kim menimcha deb o'ylayotgandim. Chunki bir xilliklar 1000, 3000, 4000 lab anaqa qiladi-ku. Tashiydi. And that gets things running. Target. Gerrard, never out of the action. Takes a shot! It's in! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for Shevchenko. He's just managed to Shevchenko. put the apple on top of the tree. Absolutely purring. The Давай, movement so indirmeyimiz precise. endi. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Shoots! Yes! And they are disappearing out of sight. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolute. And that's it. Biratni chiqardik. Jim Beglin, that's all we have time for. Yaxshi. Tushirgan o'yinchimiz, epik o'yinchimiz bizga as qotyapti hozircha. Albatta bu Madhouse. Xullas akalar, videomiz mana shu joyda tugadi. Mana to'rga ozgina qo'yindi. Yana yutqizib qo'ydik. Bitta o'yin qoldi. Ikkita o'yinimiz bor. Bitta o'yin yutsak bo'ldi уже. 3-divizionga o'tamiz. 4da 9 hozir. Bugungi o'yinimiz shundan iborat bo'ldi. Mana biz tushirgan, OP pas qilganimizda tushgan mana shu bo'ldi. Videoning boshida turibdi. Hammaga sog' salomat. Keyin Luis Dias 3 ta qeydiriga zo'r bo'ldi. Sog' bo'lasizlar akalar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.